Alaykum, qandaylar yaxshimi? Mana bu yezining tabiiy mahsulotlari. Bular kava, tavuz, qo'g'un, ya'ni yezini üzüb əkelgan tabiiy mahsulotlar. Mana bu, ya'ni tabiiy bo'lgan, biz salçı qilib ishlatgan lazlarimiz yezini üzüb əkelgan. Bu pomidor, bu laza, anandan keyin piyaz. Gördüңlar? Bunu Türkler östürübdü, canlığa oxşaydigan bir narsa ekan. Lekin bunun da laqması uzaqroq pishirib qo'ysa bo'ldi ekan. Ha, o'g'lim bu laz ekan. Ko'kmuch, qizilmuch. Ya'ni bu yezining tabiiy mahsulotlari. Kelgan tavuzimizdan birini pichivyapmiz, ya'ni kesyapmiz dey. Lekin ta'mi ajoyib payzi. Kichikroqni kesganligimiz uchun bunday bo'ldi, lekin ta'mi haqiqatan bek payzi.